vatanni, terma jamoani sog'ingan bo'lsangiz kerak. Ya, men qiynaganmi? Assalomu alaykum, bilan bor. Tayyorgarlik yaxshi, o'yinga tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Xudo xolasa tayyormiz. Dunyoning eng zo'r jamoasida o'ynayapsiz. Taassurotlar qanaqa bo'lyapti Manchester Cityga? Moslashish qanaqa kechdi? Zo'r jamoa bo'ladi, zo'r taassurot bo'ladi aka. Yangi Murod almashdi Murodbek. Shu haqda ham gapirib o'tsangiz, moslashish qanaqa bo'lyapti jamoadoshlaringiz va o'zingiz? Kapadze bilan baribir siz ishlagansiz endi boshqalar. Ko'pchilik ishlagan aka. Yaxshi hammasi. Qirg'iziston bilan o'yin. Javob birinchi uchrashuvga qaraganda bu o'yinda qanchalik farq bo'lishi mumkin? Inshaalloh yutamiz, bundan kattaroq yutga. Harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Qodir, shu Timur Kapadzeda ko'p muammo bo'layotgan narsa, terma jamoa endi 3 talik markaziy himoyachi bilan o'ynaydimi yoki 2 talik? Timur aka hali bu haqda aytilmadimi? Endi va birinchi mashg'ulot, endi o'yin. Men bu o'yinchiman aka, trenerman. Mashg'ulotlar O'zbekistondagisi zavqliroqmi yoki u yoqdagi terma jamoasi bilanmi? Kelasi ham. Ko'proq qaysi biri yoqadi? Kelasi ham. Siz oldindan kam gapmidingiz? Unisini bilmayman. Hamma savollarga shunaqa kulib, ochiqcha javob berasiz?